Albatta, agar yodinglarda bo'lsa, aziz muxlislar, bizni Yangi yil oqshomida bir xil yaltiroq kiyimlarda san'atkorlarning ortida o'sha bek vokal deyishadi. Vokal ansambli bo'lib turgan joy aynan Farg'ona davlat universitetining talabalari edi. Ya'ni Fardu vokal ansambli. Dilshod rahbarlik qildi. Dilshod, qiyin bo'lmadimi? Yo'q, rahmat katta. Kayfiyatinglar yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. 6 soatlik yo'lni bosib Farg'onadan yetib keldinglar. Yaxshi. Milliy TV chaqiradi, kelmaymizmi? So'rashib olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum barcha Milliy TV muxlislari. Milliy TVning eng chiroyli, eng ko'ngilochar dasturlaridan Shirchoy dasturini muxlislari, barchangizga kun xayrli o'tsin. Boshlangan kuningiz barokatli o'tsin deb qolaman. Yashang, xush kelibsiz. Taklif uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Biz ham xursandmiz ko'rib turganimizdan. Bobur Dilshod bilan biz ijtimoiy tarmoq Instagram orqali tanishganmiz. Bitta savolda shularga. Guruhning ismlariga men qiziqdim. Ma'nosini aytib bera olmaysizmi? Fardu bu qisqartma, o'sha Farg'ona davlat universiteti. Endi universitet qoshida to'garaklar bo'ladi. Shu boshida bunaqa ansambl tuzish rejamizda bo'lmagan. Shu rektorimiz Bag'dodjon Muhammadov takliflari bilan bir suratga olish ishlari, bir klip qilingan rolik universitetni shu nimalarda, xona auditoriyalarida rolik qilish buyurilgandi va bizga o'sha Sen sog'moq Ilhom Ibrohimov, O'zbekiston xalq hofizi Ilhom Ibrohimov qo'shig'ini ijro qilish taklifi berilgandi. Shuni ijro qildik va shu qo'shiqni repetitsiya jarayonini shogirdlar tasvirga olib ijtimoiy tarmoqqa joylashdi. Bu favqulodda haligi 3 milliondan ko'p haligi ko'ruvchi ovozi bo'lib ketdi. Shundan keyin kelinglar shu jamoani Fardu, ya'ni Farg'ona davlat universitetining vokal jamoasi. Endi biz xonandalik deb qo'ysak, u yerda biz turli yo'nalishlarda ijod qilish rejada bor. Haligi estrada, an'anaviy, milliy. Shuning uchun hammasini birlashtirib o'zi vokal, bu o'sha ovoz bilan bog'liq bo'lgan musiqiy janr bo'lgani uchun Fardu vokal deb nomlaganmiz. Dilshod Beyni jamoasini taklif etsakda, Bobur, ulardan yana bitta qo'shiq eshitsak, endi men eshitishim bo'yicha seni sog'inmoq qo'shig'idan tashqari ular Shirchoyga sovg'a tayyorlab kelishgan ekan. Eshitaylik unda. Eshitamiz. Marhamat, jamoani yana studiyaga taklif etsak. Shirchoyga keldi, qilib yelola Farg'onadan vokal jamoa. Shirchoyga keldi, qilib yelola Farg'onadan vokal jamoa. Davondan oshib, Shirchoyga shoshib, ijodi jo'shib vokal jamoa. Davondan oshib, Shirchoyga shoshib, ijodi jo'shib vokal jamoa. Belbog'i belida, Shnavo tilida, Milliy TVda vokal jamoa. Belbog'i belida, Shnavo tilida, Milliy TVda vokal jamoa. Milliy TVda vokal jamoa. Vokal jamoa. Yashaylar, yashaylar. Qoyil, demak, e'tiboringiz markazidagi daqiqalarda jonli ijroda Fardu jamoasi chiroyli taronani aynan Shirchoy uchun maxsus kuylashdi. Qalaysizlar o'zinglar, yaxshi keldinglarmi? Charchamasdan, kayfiyatlar yaxshimi? Endi men bilaman, har bir jamoa bir ko'rinishda muxlislar uchun bir xil tarzda zo'r ko'ringani bilan jamoaning ichida ham o'zining zvizdalari bor. Albatta. Sizlarda kim o'sha zvizda? Men ustozdan so'raylik. Kim o'sha? Endi bizga so'rasangiz hammasi zvizda. Lekin harakat qilyapmiz, kamtarroq qilib. Kamtarroq. Yo endi misol harakat qilganingiz bilan baribir o'xshamaydi. Misol men qancha harakat qilmay kamtarroq bo'la olmayman. O'sha zvizdaligimni hammaga aytishim kerak, ko'rsatishim kerak. Sizlarda ham kim shunaqa? Mashqi shunaqa bo'lsa kerak-ku, mana bemalol xandon otib kulyaptilar. Mana shu mikrofonni sizga bermoqchiman. Qalaysiz, ismingiz nima edi? Moxlar oyim, anam. Xo'p, bizni nima bilan qoyil qoldira olasiz? Bitta alohida bo'lsin. Jonli bilan aytib bering. Jonli. Qani? Kelish bo'ldi.
o'sha yolg'onga ishonib turib bizning baxtimizga hukm o'qildi endi duch kelmaymiz. Yashang moqlaroyim. Ajoyib, maza qildik va gitaradagi yigitimizning ismlari nima? İsmim Akramjon. Akramjon, endi siz faqat gitara chalasizmi, qo'shiq ham aytasizmi bu yoqda? Qo'shiq ham aytaveramiz. Qani bir eshitaylik sizdan. Yuragimni kuydirgan sanamo, sanamo. Ko'zlaringni ko'rayin benamo. Bunchalarini o'padi shabnamo, shabnamo. Seni jonim juda sog'indim. Sog'indim, sog'indim. Sog'indim, sog'indim seni jonim juda yomon sog'indim. Sog'indim, sog'indim. Sog'indim, sog'indim seni jonim juda yomon sog'indim. Yashang, qoyil. Mana shunday iste'dodli yoshlar studiyamizda bugun mehmon. Xursandmiz sizlarni ko'rib turganimizdan. Biz ishonamiz. Har biringizni o'zingizga yarasha iste'dodingiz, ovozingiz bor. Bo'lmaganda bu jamoaga qabul qilinmasdingiz. Bilasizmi, Bobur, poytaxtimizda xor jamoalar juda ham ko'p. Lekin Dilshod Toshaliyev va uning xor jamoasi yo'q demasdan Yangi yil tasvirga olish maydonchasiga yetib kelishdi. 2 kun davomida mana shu yigitlar tik oyoqda 18 soatlab, 19 soatlab ishlashga majbur bo'lishdi. Fursatdan foydalangan holda Farg'ona davlat universiteti Fardu xor jamoasiga va ularni ota-onalariga o'z tashakkurimni izhor etmoqchiman. Sababi garchi uzoq masofali yo'l bo'lsa ham qizlarni yuborib, yigitlarga otalari ruxsat berib, bizga ishonib, Milliy TVga ishonib, mana shunday bir jonkuyarlikni ko'rsatishdi. Ularga fursatdan foydalangan holda o'z tashakkurimni izhor etaman.